Men ko'chaga chiqib ketyapman. Endi hozir sumkamni ichiga narsalarini yig'amiz. Boshladik. Mashina kaliti kecha tutgan sumkamda qolib ketgan. Mashina kaliti shu yerda. Asosiysi kartochnica. Shunaqa kichkina duxi sovolaman. Bo'pti, ochki sig'maydi. Ketdi, qidiramiz. Telefon. Brendidan shunaqa SPF. Har doim ishlatib yuraman. Buni qo'lga ham sursa bo'ladi. Hozir bitta kofe ichsam rangi o'chib ketadi. Qizlar nima yana soling? Hozir salfetkam yuragimdan uzib sizlarga ko'rsatayotgan narsam. Bu kollagen jeleyni iste'mol qilaman. What's that? Sizlar YouTube kanalim borligini bilarmidingiz? O'ylaymanki, ha, bilmaganlar uchun biz bugun Asal Day ko'rsatuvini 7-sonini oldik. Qolgan sonlarini mana shaxsiy YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Sizlarga barcha ma'lumotlar, silkalarni tashlab qo'yaman va undan tashqari meni shaxsiy Telegram kanalim ham bor. U yerga ham podpiska bo'lib qolinglar. Sizlarni kutaman.